Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz mana sizlar bilan yana ko'rishib turibmiz. Bugungi mavzuyimiz eylinerlar haqida. Eylinerlarga qarshi ko'rsatma, ya'ni qanday holatlarda eylinerlarni qo'yib bo'lmaydi. Birinchi sababi eylinerning tarkibi plastmassadan tarkib topgan. Ba'zi bir bemorlarda, 100 tadan bitta bemorlarda misol uchun paydo bo'lishi mumkin. Bu allergiya, ya'ni plastmassa yot jismga bo'lgan allergiya. Mana shunaqa holatlarda agar u bemor eylinerni taqib yurgan holatida og'iz bo'shlig'ida yaralar, har xil toshmalar toshishi mumkin va organizmni unga qarshi reaksiyasi namoyon bo'ladi. Bu narsa juda ham kamdan kam uchraydi. Lekin ba'zan bu narsalar ham kuzatilib turishi mumkin. Shu sababdan buni yaxshilab oldin tekshirib ko'rish kerak. O'shandan keyin ma'lum bo'ladi. Ikkinchi sababi tishlardagi muammo bilan jag'lardagi muammoning farqi. Ya'ni agar sizda faqatgina tishlaringiz notekis bo'lsa, unday holatlarda eyeliner sizga yordam bera oladi. Siz uni bemalol taqa olasiz va u sizda natija bera oladi. Ba'zi bir holatlar keladi, bizada jag'larning muammosi, ya'ni pastki jag'larning kattaligi yoki yuqori jag'ning kichkinaligi yoki yuqori jag'ning kattaligi, bunday holatlarda eylinerlar faqat tishni to'g'irlaganligi sababli suyaklardagi muammoni bartaraf qilib bera olmaydi. Shu sababdan jag'ni o'stiruvchi apparatlar yordamida birinchi jag'larni o'stirish yoki jag'ning razmeri katta bo'lsa, unda mana shu hajmini xirurg jarrohlar, ya'ni yuz jag' jarrohlari yordamida jag'larimizning hajmini o'zgartirib, kichraytirib, undan so'nggina tishlaringizni tekislashingiz mumkin bo'ladi. Uchinchi qarshi ko'rsatmalardan biri insonni o'ziga bo'lgan disiplinasiga bog'liq, ya'ni aytilgan ishni vaqtida bajarish talab qilinadi. Shu sababdan agar eylinerda tishlaringizni to'g'irlatmoqchi, tekislatmoqchi bo'lsangiz, bir kunda 22 soat eylinerni taqish bu majburiy. Sababi agar siz uni bir kunda 6 soat, 4 soat, 10 soat taqadigan bo'lsangiz, bu narsa sizni tishlaringizni tekislanish o'rniga balki uni yanada yomon holatga olib kelishi mumkin. Yuqoridagi 3 ta holatlarda eylinerlar taqish tavsiya etilmaydi. Mana shunga o'xshash savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi sonlarimizda imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Xayr.